Shoshilish xavfli. Rossiya yangi strategiyasini ochiqladi. Putin armiyani yana kuchaytirdi. Zelenskiy Rossiyaning navbatdagi rejasi haqida gapirdi. Tramp bilan eng avvalo Eron masalasini hal qilamiz. Netanyahu. Putin shoshilish xavfli. Rossiya yangi strategiyasini ochiqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 27-iyul kuni Kreml saroyida Davlat dumasining 8-chaqiriq deputatlari bilan uchrashuvda Ukrainadagi urush bo'yicha navbatdagi bayonotini e'lon qildi. Uchrashuv davomida mukofot oluvchilardan biri Putinga "Biz g'alaba qilamiz, lekin yanada dadilroq harakat qilish kerak" deya murojaat qildi. Putin esa bunga javoban harbiy qarorlar shoshma-shosharlik bilan qabul qilinmasligi kerakligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, har qanday keskin harakatning narxi jang maydonidagi yo'qotishlar bo'lishi mumkin. Rossiya prezidenti bu yerda ham o'ziga xos xavflar bor. Ularning bahosi esa biz tomondagi jang maydonidagi yo'qotishlardir. Shu bois biz ehtiyotkorlik bilan, ammo qat'iy va izchil ravishda mamlakat oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishamiz dedi. Putin shuningdek, Rossiya bundan buyon harbiy operatsiyada belgilangan maqsadlarga bosqichma-bosqich erishish yo'lidan borishini bildirdi. U avvalroq AQSh tashabbusi bilan ilgari surilgan ayrim murosali takliflarga rozi bo'lish Moskva uchun oson bo'lmagan qaror bo'lganini ham eslatdi. Hozircha Kreml ushbu bayonot ortidan harbiy strategiyada aniq o'zgarishlar e'lon qilgani yo'q. Mutaxassislar esa Putinning so'zlarini Rossiyaning ehtiyotkor ammo davomli yondashuvi haqidagi navbatdagi siyosiy signal sifatida baholamoqda. Putin armiyani yana kuchaytirdi. Zelenskiy Rossiyaning navbatdagi rejasi haqida gapirdi. Rossiya armiyasi kengaymoqda. Putin yangi farmonni imzoladi. Zelenskiy esa bu qaror urushning yangi bosqichiga tayyorgarlik bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Xo'sh, aslida nima bo'ldi? Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1-avgustdan kuchga kiradigan farmonni imzoladi. Unga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlarining umumiy shtat soni 2,426,130 kishiga, shundan 1,535,000 nafari harbiy xizmatchilarga yetkaziladi. Bu Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush boshlanganidan buyon armiya sonini oshirish bo'yicha 6-qaror hisoblanadi. Rossiya rasmiylari bu o'zgarish 2006-yilda tugatilgan harbiy qurilish qismlarini qayta tiklash bilan bog'liqligini bildirgan. Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev esa 2026-yil boshidan buyon 127,000 kishi shartnoma asosida armiyaga qo'shilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya qo'shimcha safarbarlikka tayyorlanayotganligini iddao qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Kreml urushni to'xtatishga tayyor emas va harbiy salohiyatini yanada oshirishni rejalashtirmoqda. Biroq hozircha Rossiya tomoni 500,000 kishilik yangi safarbarlik boshlanganini rasman tasdiqlamagan. Shu tariqa Putinning yangi farmoni va Zelenskiyning bayonotlari urush davom etayotgan bir paytda har ikki tomon harbiy tayyorgarlik masalasiga katta e'tibor qaratayotganligini ko'rsatmoqda. Vaziyat qanday rivojlanishi esa yaqin haftalarda qabul qilinadigan qarorlar va frontdagi holatga bog'liq bo'ladi. Tramp bilan eng avval Eron masalasini hal qilamiz. Netanyahu. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQShga tashrifi oldidan prezident Donald Tramp bilan bo'lajak uchrashuvning asosiy mavzusi Eron bo'lishini ma'lum qildi. Netanyahuning aytishicha, muzokaralarda birinchi navbatda mintaqaviy xavfsizlik va Eron bilan bog'liq vaziyat muhokama qilinadi. U shuningdek Isroil xavfsizligini ta'minlash va mintaqada tinchlikni kengaytirish asosiy maqsad ekanligini ta'kidladi. Bu Tramp prezidentlikka qaytganidan beri ikki yetakchining 8-uchrashuvi bo'ldi. Shuningdek, bu fevral oyida Isroil va AQSh Eronga qarshi qo'shma havo amaliyoti boshlanganidan keyingi ilk yuzma-yuz muzokara hisoblanadi. So'nggi haftalarda Netanyahu Tramp bilan ayrim masalalarda kelishmovchiliklar bo'lganini tan olgan. Iyun oyida esa ularning keskin telefon suhbati haqida ham xabarlar tarqalgan edi. Tahlilchilarga ko'ra, ushbu uchrashuv nafaqat Eron masalasida, balki Yaqin Sharqdagi xavfsizlik va AQSh-Isroil munosabatlarining keyingi bosqichi uchun ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr salomat bo'ling.